Dengiz tubidagi qurt. Hikoya qilinishicha, Allohning nabiysi Sulaymon alayhissalom dengiz sohilida o'tirganlarida don ko'tarib dengiz tarafga yurib ketayotgan chumolini ko'rib qoldilar. Unga biroz tikilib turdilar. Chumoli dengiz labiga yetib kelgach, suvdan bir qurbaqa chiqib, og'zini ochib turdi. Chumoli uning og'ziga kirib oldi. Keyin qurbaqa suv tubiga sho'ng'idi. Bu holni ko'rgan Sulaymon alayhissalom hayron bo'ldilar. Oradan ancha vaqt o'tgach, qurbaqa suvdan boshini ko'tarib og'zini ochdi. Boyagi chumoli uning og'zidan chiqib quruqlikka o'tib oldi. Ammo unda don yo'q edi. Sulaymon alayhissalom uni oldilariga chorladilar va suv ostida nima qilgani, qayerga borgani haqida so'radilar. Kichkinagina chumoli: "Ey Allohning nabiysi, siz ko'rib turgan shu dengiz tubida ichida kavogi bor xarsang tosh bor. Uning ichida esa ko'zi ko'r bir qurt yashaydi. Alloh taolo uni o'sha yerda yaratgan. Qurt ozuqa topish uchun tashqariga chiqa olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo uning ozuqasini keltirishga meni vakil qilgan. Men uning rizqini ko'tarib kelaman. Suvning ichiga tushishim va suvdan zarar ko'rmasligim uchun Alloh taolo boyagi qurbaqani bo'ysundirib qo'ygan. U meni dengiz tubiga olib tushgach, xarsang tosh kavagiga og'zini qo'yib turadi. Men o'sha teshikdan ichkariga kirib, ozuqani qurtga yetkazaman. Keyin kavakdan chiqib, qurbaqaning og'ziga o'taman. U esa meni quruqlikka olib chiqadi", deb javob berdi. Sulaymon alayhissalom undan: "O'sha qurtning tasbihini eshitganmisan?" deb so'radilar. U: "Ha, o'sha qurt, ey, ushbu dengiz tubidagi xarsangtosh ichida yashaydigan mendek bir qurtga rizqimni yetkazib, meni unutmagan zot, rahmating bilan mo'min bandalaringni ham unutmagin deb duo qiladi", deya javob berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Uning hamdi ila tasbih aytmagan hech bir narsa yo'q. Isro surasi 44-oyat. Alloh taolo boshqa bir oyatda esa bunday degan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha huvar razzaqu zul quwwatil matin. Albatta Alloh o'zi rizq beruvchi, quvvat egasi, shiddatlidir. Zariyat surasi 58-oyat. Demak, Alloh taolo insu jindan rizq so'ramaydi, balki ularga rizq beradi. Allohning birdan bir iroda qilgani ibodatdir. Insu jinni yaratishdan maqsad ham shudir, lekin ibodatdan kimga foyda bor? Ibodat qiluvchining o'ziga. Unga ikki dunyoning baxtini ibodat beradi. Qorong'u dengiz tubidagi jonsiz xarsangtosh ichida yashaydigan mittigina qurtni unutmagan zot, mukarram qilib yaratgan bandasi bo'lmish insonni unutarmidi? Yo'q, aslo unutmaydi.